alaykum hurmatli o'quvchilar. 12-dars. 12-darsning mavzusi 明天天气怎么样？明天天气怎么样？ Ertaga ob-havo qanaqa bo'ladi deb tarjima qilinadi. Yangi so'zlarga qaraymiz. Yangi so'zlarda birinchi so'zimiz 冷 冷 bu sovuq degani. Demak, S javobga to'g'ri keladi. Keyingisi 热 issiq, 下雨 yomg'ir yog'moq, 水 suv, 水果 mevalar, 医生 bu demak doktor degani. Xo'p, endi tekstlarimizga qaraymiz. Xo'p, birinchi tekstimiz 在路上 ya'ni yo'lda deb tarjima qilinadi. Xo'p, o'qiymiz. 昨天北京的天气怎么样？昨天北京的天气怎么样？ Kecha Pekinning ob-havosi qanday bo'ldi? 太热了 juda ham issiq bo'ldi. Demak, tay shima-shimala, ya'ni tay va o'rtada sifat qo'llanilib, la qo'llanilsa, bu juda ham deb tarjima qilinar ekan. Keyingisi 明天天气怎么样? Ertagachi, ertaga ob-havo qanaqa bo'lar ekan? 明天天气很好，不冷也不热。 Ertaga ob-havo juda ham yaxshi bo'ladi. Na sovuq va na issiq degan. Bu yerda bu strukturasi ketyapti. Bu ya'ni o'rtada ikkita sifat qo'llaniladi budan keyin va bu na unaqa, na bunaqa deb tarjima qilinadi. Bu yerda esa bo'lim, buji, na issiq, na sovuq. Keyingi tekstimizga o'tamiz. Ikkinchi tekstimiz. Xo'p, ikkinchi tekst boshlaymiz. 今天会下雨吗? 今天会下雨吗? Biz oldin aytganimizdek, huy bilan non ikkalasi demak bular imkoniyat to'lqovchilar, ya'ni imkoniyat modal fe'llar desak ham bo'ladi. Huy bu qobiliyatdan kelib chiqib odamni demak odam biror bir qobiliyatidan kelib chiqib o'shana ishni qila olishi bu huy deyilar ekan. Biror bir vaziyatdan kelib chiqib bo'lsa, bu ning bilan berilar ekan. Bu yerda 今天会下雨吗? Bugun yomg'ir yog'ishi mumkinmi? Lekin bu yerda aynan demak imkoniyat to'liqlovchilari bo'lib kelmayapti va bu huy bu yerda demak kelajakda ish harakatni bashorat qilish yoki biror bir natijasidan ko'rinib turgan natijadan o'sha ishni taxmin qilishga berishi mumkin. Misol uchun bu yerda 今天会下雨吗? Bugun yomg'ir yog'ishi mumkin deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, 今天不会下雨. Bugun yomg'ir yog'masligi mumkin. Xo'p, bu yerda demak osmonda qora bulutlar bo'lishi mumkin va shuning uchun ham bu yerda huy qo'llanishi mumkin. Xo'p, keyingisi Wang Xiaojie 今天会来吗? Wang Xiaojie degani xonim. Wang xonim 今天会来吗? Bugun qaytib kela oladimi? Bu huylay. Bu yerda endi huy ham xuddi o'sha ma'noda ehtimolli kelajakka nisbatan bashoratni bildiradi. Bu huylay qaytib kela olmaydi, ya'ni qaytib kelmaydi, kelmasligi mumkin deb tarjima qilinadi. 天气太冷了 ob-havo qanaqa? 太冷了 juda ham sovuq. Tay shima-shimala strukturasi. Demak, bu yerda bilamizki, mana bu 天气太冷了 aynan mana shu gapimiz demak natija bo'lib bera olishi mumkin. Misol uchun, ob-havo juda ham sovuq bo'lganligi sababli Wang xonim bugun qaytib kela olmaydi. Aynan mana shu natija demak bularga nisbatan sabab qilib ko'rsatib beriladi. Aynan huyning qatnashishi uchun.
Xo'y, demak, ehtimollik ma'nosida ishlatilar ekan. Keyingisi 3-tekstimiz. Xo'p, ni shanti怎么样? Sening shantini bilamiz. Shanti degani bu sog'liq ma'nosida ham keladi. Va bu demak tana degan ma'noda ham keladi. Ni shanti 怎么样? Sizning sog'lig'ingiz qanaqa? 我身体不太好. Mening sog'lig'im 不太好. Xuddi boyagi tay shimi l-ni demak inkor shakli l demak sifatdan keyin qo'llanilmaydi va taydan oldin bu kelar ekan. 我身体不太好. Sog'lig'im unchalik yaxshi emas va bu demak o'zbek tiliga unchalik emas deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, 我身体不太好. Mening sog'lig'im unchalik ham yaxshi emas. 天气太热了. Ob-havo juda ham qanaqa? 热 issiq. 不爱吃饭. 不爱吃饭. Ovqat yeyishni xohlamayman yoki bu yerda ay degani o'zi yoqtirmoq, sevmoq ma'nosida keladi. Bu yerda esa ovqatni yemayman, yoqtirmayman ma'nosida kelyapti. Keyingisi 你多吃些水果. Bu yerda 些 so'zi biroz ma'nosini beradi va bu chga, ya'ni fe'lga nisbatan kamaytirma darajani qo'shib beradi. Misol uchun 你多吃些水果. Siz demak ko'proq mevalar yeyishingiz kerak ma'nosini aytyapti. Xo'p, 多喝水. Ko'proq suv ichishingiz kerak. 谢谢你. Sizga rahmat. 医生 demak doktor deb aytilyapti ekan. Xo'p, endi bir demak grammatikasiga ham qarab olamiz. Tada hani 怎么样? Uning xitoy tilisi qanaqa? Bu tayhao unchalik yaxshi emas yoki tayhaoli juda ham yaxshi. Bu inkor shakli ekan. Tay shimi l strukturasining. Beijing的天气，中国的菜，那个电影，王老师写的汉字，冷热好吃。